Xo'sh qizlar, 3-video darslik bu. Hozir men sizlarga o'zim trubочкаlarni eng oson o'rash usulini ko'rsataman. Kimdadir qo'lida, barmoqlarida qiynalayotgan bo'lsa, qaranglar, men biz bo'yadik, mana rangini ko'rsataman. Mana xuddi yog'och rangiga o'xshaydi. Bundan to'q qilish o'zingizlarning xohishinglar. Mana shu bo'ladi bizga hozircha. Quritdinglar. Buni laklagandan keyin namlaymiz-da, o'sha namlash uchun men o'zimga idish sotib oldim. Mana bunaqa idish. Bu ork stiklo, shisha emas. Shunaqa idish sotib oldimda, juda ham baland ekan, 30 cm ekan. Sizlar kaltaroqni olsanglar ham bo'ladi. Qaranglar, men buni faqat idishini ishlatish uchun oldim-da va mana bu joyini, qopqog'ini trubочкani o'rash uchun ishlataman. Shunaqangi oson, shunaqangi yengil ekan, unaqa ushlashga ham zo'r. Agar YouTube'da boshqa masterlarni ishini ko'rayotgan bo'lsangiz, ular skochda yoki shunga o'xshagan narsalarda qilishyapti. Agar namlash uchun shunaqa idish sotib olsanglar, men buni 5-fevral kuni 2025-yil, bu videoni qaysi yil ko'ryapsiz bilmayman. Hozir 39 ming so'mga sotib oldim. Bundan kaltarog'ini olsanglar ham bo'ladi. Men juda balandni olvorman. Eng asosiysi shu qopqog'i uval bo'lib ketmaganiga juda ham xursand bo'ldim. Qaranglar. Sizlar spitsa oldinglar, ingichka 1.2 spitsami, 1.6 spitsami, kalta bo'lish kerak. Uzun bo'lsa ehtiyot bo'linglar. Masalan, uzunni o'rayotganinglarda qancha spitsa ichiga uzunroq kirib ketsa, shuncha spitsani qaytarib chiqarib olishinglar qiyin bo'ladi. Xo'sh, nima qilamiz? Qaranglar, bu menda 2 mm li, men hozir 1.6 sini olaman. Qaranglar. Barmog'imizni ho'lladik, bitta uchini ho'llab oldik. Menga shu qulay, o'zingizlar qanaqa bilmayman. Bu yerga ko'p kirib ketishi shart emas. Doq qilib boshlaymiz. Boshladik, boshini o'rab oldik. Ingichka spitsadan ancha qiyinroq va mana bu qopqonni olamiz-da. Bu chap qo'limiz bilan orqa tomonni ushlaymiz, bu o'ng qo'limiz ham yog'och bilan itaramiz. Mana. Juda ham oson. Va qilaylik. Hozir qilaymiz. Qo'linglar og'rimaydi. Juda ham oson. Mana qo'linglarga mana shunaqa narsa olib olinglar. Bundoq sudrash uchun kerak. Barmog'inglar og'rimaydi. Bo'ldi, men sizlarga birinchi bo'lib shuni ko'rsatmoqchi edim. O'rash qiyin bo'lyapti yoki barmoqlarim og'riyapti degan odamlar uchun, qizlar uchun, masteritsalarimiz uchun life hack shunaqa. Skochmi, qo'linglarga nima qulay? Menga mana shu juda ham qulay bo'ldi. O'rnini bosadigan narsalar men qidirdim. Menga yoqqan narsa shu bo'ldi. Xo'sh, endi bizning trubочкаlarimiz quridi. Rangini ko'rdik, qanaqaligini. O'zingizlarga yoqdi. Biz taxminan 150 tacha trubочкаlarni rang berdik. Endi biz buni elastichniy bo'lishi uchun, egiluvchan bo'lishi uchun ustini обработка qilishimiz kerak. Bizga shu travertin laki, buni ustida kleyn anaqa etiketkasini olib tashuvdim, hozir ko'rsataman. Mana bunaqa travertin laki. Sizlar agar bu firmani emas, aynan boshqacha firmani topsanglar, bitta ikkitasida o'zini ishlatib ko'ringlar. Agar qotgandan keyin suvga tiqqaninglarda, kimni o'xshaganinglarda oqarib, erib ketmasa yaxshi, lekin nimagadir o'xshamadi. Men shu lak va bunaqa toza lakni ishlataman. Xo'sh, tiyilga narsa qo'yib olinglar, chunki lakligimizni men o'zimni jonajon shu laganimdan foydalanaman. Bitta idish olasizlar. Qopqog'i yopilmi, yopilmasmi? Qopqog'i yopiladiganini topganingiz yaxshiroq, chunki biz hozir ishlatgan lakdan keyin ozgina qolib ketsa, bemalol qopqog'ini yopib, yaxshilab zich yopsanglar, bu lak anaqa qilmaydi. Qotib qolmaydi va keyinchalik ham ishlatsanglar bo'ladi. Xo'sh, bu lakni birinchi ochamiz. Qizlar, agar ochish qiyin bo'lsa, bunday qilib buni ko'rsataman ekan. Chunki bu toza lak bo'lgani uchun, agar rezbali joyiga laklar tegan bo'lsa, men buni ishlatdim-da. Ozgina shunaqa qo'rsanglar ochiladi. Yoki o'zingizlarga qulay qilib boshqa idishga solsanglar bo'ladi.
Bu hozir bilasizlarmi, bir 30 kilolik chelikdan quyib olinganda, agar yana ham zo'r, xudo xolasa zo'r master bo'lib katta ishlar qilsanglar, mana bunaqa idishchada ham solib beraman. Bunda qopqog'ini bemalol ochasizlar. Ochdim. Sizlar yopib ochayotganingizda mana bunaqa joyini birinchi bo'lib vlajniyni yaxshilab artib, keyin yopinglar, o'shanda lak joyi tegmaydi. Xo'sh, bundan bor yo'g'i bir qoshiq solamiz. Qoshig'ingizga e'tibor beringlar, bunaqa toza bo'lishi kerak, chunki hozir bunda rang o'tib qolishi mumkin. Ishlab artib olamiz. Bundan bir qoshiq. Birgina qoshiq mana. Shuni o'zi yetadi. Agar trubuchkalar ko'proq bo'lsa, massasiga qarab ko'proq solasiz. Bo'ldi, bir qoshiq yetadi. Buni ishlatganingizdan keyin vlajniy bilan chetlarini yaxshilab artib olasizlar-da. Keyin qopqog'ini yopamiz. Bo'ldi. Yosh bolalardan uzoqroqga olib qo'yinglar. Yopdim, bo'ldi, olib qo'yamiz. Endi bu lakdan solamiz. Bu lakdan 2 qoshiq solamiz. Iloji boricha ozgina aralashtirib olamiz. Mana shunaqa idishga solsanglar, solib qo'ysanglar, anaqa bo'lmaydi. Qiyin bo'lmaydi ochish. 2 qoshiq solamiz. 1 2. Aralashtirib olamiz. Endi suv kerak bo'ladi bizga. Buni ham yaxshilab yopamiz chetlarini. Kecha narsa bo'yagan edim, qo'llarim kraska bo'lib yotdi. Bo'ldi, kerak emas. Biz buni chetga olib qo'yamiz. Xo'sh, aralashtirdik. Bu oddiy mayonez idishi. Mayonez idishining reklamasi o'tib ketdi. Endi suv solamiz. 3 qoshiq solamiz. Birinchi bo'lib 2 qoshiq solib ko'ramiz. Aralashtirib ko'ramiz va holatini ko'ramiz. Juda ham suyuq bo'lib ketishi kerak emas. Hozir aralashtiramiz. Naqib ko'ramiz. Yo'q, shildiragan ovoz eshitilmadi demay yana bir qoshiq solib aralashtirib ko'ramiz. Qiyin deb o'ylamanglar, oson, lekin men birinchi marta qilganimda umuman o'xshatmaganman. Xuddi qush ana bolalar tuxum qo'yish uchun, xotini tuxum qo'yish uchun in quradi-yu, tutganini. Yana quyuroq ekan. Xuddi shunaqa savatga o'xshab chiqqan. Agar men o'zimni master klassimdagi o'quvchilarning gruppasidagi rasmni ko'rgan bo'lsanglar, agar oranglarda bo'lsa, juda ham xunuk, qop-qora, qiyshuq, qing'ir. Yaqinda tashlavardim o'shani, bolalarim o'ynab tashlavarishdi. Shu holatda ham bo'ladi. Yana bitta qo'shib olaylik. Shunda qaranglar, bitta toza lak, 2 ta travertin laka va 4 qoshiq suv bo'ldi. Mana. Bo'ldi. Qo'limizga iloji boricha perchatka kiyamiz va bizga bunaqa kistichka kerak qizlar. Qoshig'inglarni sirazu suvga solib qo'yinglar, yugurib borib yuvib kelinglar. Qoshig'inglardan ayrilib qolishingiz mumkin. Agar bunaqa rangli joylari bo'lsa, artib tashlanglar. Men shu joygacha olib kelmayman. Rang kuygan ekan. Vlajniyni artib tashlanglar. Mana shu joydan foydalanamiz, biz toza joydan. Bu bo'yaydigan, masalan, trubuchkalarni bo'yaydigan idishim boshqa, trubuchkalarni laklaydigan idishim umuman boshqa. Mana qizlar, taxlab chiqayotganingizda, mana ingichkalashib ketgan tarafi, mana ko'rasizlar, hammasi bitta tomonda, trubuchkaning boshlanish tarafi hammasi bitta tarafda bo'lish kerak. To'g'rilang. Shunda bo'yayotganingizda va qo'yayotganingizda oson bo'ladi. Biz laklaganimizdan keyin o'zingizlar yoningizga shunaqa narsa tayyorlab olinglarki, oyoq kiyim qo'yadigan sushilkami. Men bilasizlar nima qilaman? Prosta bunda 2 ta reka olganman-da. Bunda trubuchkani oralig'ida qo'yaman. Masalan, trubuchkani quritish uchun qo'ysam, tepasida pastrog'ida turadi. Uni ham videosini tashlab beraman, yonimga tayyorlab qo'yaman. Laklaganimdan keyin ustiga oralarini ochib qo'yib qo'yaman. Endi ozgina olaman qo'limga. Mana shu yetadi, taxminan 25 ta bordir.
Mana bu tomonini nozikroq bo'ladi. Ehtiyot bo'lamiz. Bu tomon hech narsa qilmaydi. Baribir to'qiyotgan jarayonimizda uni ko'p joyi kesilib ketadi. Kestichka olamiz. Kestichkada ham birinchi aralashtirib yuboramiz nomiga. Va bo'yimiz. Juda ham ko'p ish qilavermanglar, rangi chiqib ketib qolishi mumkin, ko'pirib ketishi mumkin. Aylantirib. Qizlar, men sizlarga quruq modelkada bo'yashni ko'rsatdim. O'zbekistonda vodная modelka yo'q ekan, faqat modelkani moyligi bor ekan, ichida moyi bor. Juda ham hidi o'tkir, juda ham achchiq va qog'ozga to'g'ri kelmadi. Men bo'yab ko'rdim. Biz bu lakni 3-4 qavat qilamiz. Qachon? Mana hozir suramiz, quritamiz, oralarini ochamiz. 100% qurigandan keyin ustidan yana bir marta laklaymiz. Lakladik. Ko'pilari bo'lishi mumkin mana bunaqa, hech narsa qilmaydi. Qo'yib qo'yamiz. Qo'yganimizni ham sal bunda orasini ochib qo'yamiz. Yana ozgina olamiz. Xuddi shu ko'rinishda biz laklab chiqamiz. Ko'p shunaqa ish qilavermanglar. Bizani rangimiz chiqib ketishi mumkin, masalanda. Rang bo'lib ketib qolishi mumkin yoki pivakliga yopishtirgan joyimiz bor-ku, buraganimizdagi. O'sha joyi ochilib ketib qolishi mumkin. Bo'yi laklab chiqamiz shunaqa qilib. Oxirgisi, qizlar, qaranglar, menda lakim bor hali. Biz buni yana bir marta laklaymiz. Turbuchkalar holatiga qarab 3 marta laklashingiz mumkin, 2 marta laklashingiz mumkin. Bittasi ozgina yetmaydi baribir. Mustahkamroq, chiroyliroq bo'lishi uchun, yaltirab turishi uchun. Agar sizlar tugab qolsa, yetmasa yana bir marta aralashtirib yuborasizlar. Buni qo'rqinchli joyi yo'q. Qizlar, agar suvlagandan keyin buni to'qish uchun ozgina namlab olganimizda sizlar xohlasanglar ozginasini namlab ko'rasizlar, qanaqa bo'lishini bilish uchun. Agar sizlarda erib ketib qolsa lakinglar, aralashtirayotgandagi shu ichidagi massaga bu lakdan juda ham ozgina va travertin lakidan ozgina qo'shib yuborasizlar-da, aralashtirib yuborasizlar. Suv ko'payib ketib qolgan bo'lishi mumkin sizlarda. Bo'ldi. Kesichkani albatta srazu yuvinglar, chunki toshdek qotib qoladi, keyin ishlata olmaysizlar. Buni yuvish kerak. Mana ko'rinishda bo'ladi. Shunchaki yerga darushkamiz ustiga oq surib yoyilgan. O'shani ustiga reka qo'yib qo'yaman, mana qalinroq, чтобы menga tegmasligi uchun. Qizlar, menda ozgina rastvor qolgan edi. Men yana ozgina qilib oldim. Bu gal xuddi o'sha ozgina qolgan edi. Taxminan ishlatgan qoshig'imizdan 3 ta qoshiq qolgan edi. Uni ustiga men bu lakdan bir qoshiq soldim yana. Shu lakdan bir qoshiq, men bu travertin lakidan 2 qoshiq va birinchisi 4 qoshiq suv solgan edik. Bunda 3 qoshiq suv soldim. O'zinglar shu turbuchkalarni laklash, bo'yash jarayonida o'zinglarni optinglar, mahoratinglar oshib borgan sari 3 qoshiq, 1 qoshiq narsalarga hech ham e'tibor bermaydigan bo'lasizlar. Baribir o'zinglar o'sha chamalashni, muncha solsam muncha bo'lishini bilasizlar-da, o'zinglar qilib ketaverasizlar. Endi ikkinchi qavat lakini suramiz. Aylantirib surasizlar. Mana bunaqa qog'ozchalar yopishtirgan joyimiz bo'ladi-yu, hozir ko'rinadi. Mana qog'oz chiqib qoldi.
o'raganimizdan keyin pivaklet yopishtirgan joyimiz. Mana shunaqa bo'lsa, bundoq qilganingizda chiqib ketmasa, shundoqligicha qoldiringlar. Agar ochilib ketsa, boshidan yopishtirib olasizlar. Tak bu holatda qo'rqinchli emas, chunki biz savat to'qish jarayonimizda shu oxirgi yopishtirilgan pivaklet yopishtirilgan tomonini mana shuncha joyi ko'pincha kesilib ketadi. Hammasini xuddi shu ko'rinishda laklab chiqamiz va o'sha sizlar bundan oldingi kichkina videoda ko'rsatgan rekamiz ustiga shundoq joylashtirib chiqamiz. Qizlar joylashtirayotganda ham mana bu o'ralgan, mana bunaqa o'ralgan tomoni bitta tomonga, boshi esa bitta tomonga tursin. Agar bunaqa bo'lib hozir bunaqa bo'lib chalkashib ketsa, to'qiyotganingizda sizlarni vaqtinglarni yomon oladi. Shuning uchun hammasi bir tekisda va bir tomonga qarab turgan bo'lishi kerak. Hammasini yana xuddi shunaqa qilib bo'yab chiqamiz. Mana hozir men o'rayotganimda bittasini ko'rdim, teskari turgan ekan, olib, bundan o'girib qo'yaman. Bo'ldi. O'sha sizlarga ko'rinadi, qaysi biri to'g'ri turibdi, qaysi biri teskari. Qizlar, hozir Uzumdagi sotuv magazinimda 48 grammli bu gazetni bumaga turibdi va 42 grammli. Ikkalasidan ham foydalansanglar bo'ladi. Faqat 42 grammlining narxi 48 grammli qog'ozdan ozgina arzonroq. Qizlar, qilib bo'ldim, bo'yab bo'ldim. Hozir yoyganimni ham ko'rsataman. Mana yana ortib qoldi. Buni tashlab olmaysizlar. Mana shunaqa mayonez idishiga solib qo'ysanglar, yopganingizda yaxshilab urib qo'ysanglar qopqog'ining chetini, bu ichidagi lakinglar umuman qotib qolmaydi. Bemalol men bu idish ichida yana lakim bor edi. Men sizlarga yangisini ko'rsatish uchun to'kib olishga majbur bo'ldim. Idish topaman to'g'risini desam, taxminan 6 oydan 6 oy ham emas, 8 oydan oshiq vaqt ichida turgan, umuman qotib qolmagan. Agar men bu laklarni ochishga qiynalsanglar, ozgina ochish qiyinroq, chunki chetlariga lak teganda qotib qoladi va men buni bundan oldin ko'rsatdim, yo'qmi eslamadim. Mana bunaqa qaychida bundoq qilib chetlariga tiqaman deb ochiladi. Buni bemalol mana bunaqa idishga quyib olsanglar ham bo'ladi. Umuman qotib qolmaydi. Eng asosiysi bundoq qilib yopganingizda mana ovozi eshitib, qarsilab yop bo'lganingizda kimda chetrimdan bunda bosib urib chiqsanglar, umuman havo kirmaydi. Agar idishlar o'zi teshuv bo'lmasa va bemalol keyinroq ham ishlataverasizlar ichidagi rasvor. Kistочкani обязательно yuvib tashlaymiz, chunki qotib qoladi. Qizlar, bu ikkinchi marta laklaganimiz. Men masalan oxirgisini munchasini laklaganimdan keyin boshida yoyib chiqqanimda olishim bilan nomiga men rekaga yopishgan. O'zi shunaqa bo'ladi, qo'rqmanglar. Eng asosiysi vaqti bilan kelib bunda yoyib quriydigan joylarini ajratib chiqishinglar kerak. Bunda qimirlatib har 5 minutda, har 10 minutda kelib qimirlatib chiqsanglar bo'ladi. Eng asosiysi bir-biriga yopishib qolmaslik, hech narsaga yopishib qolmaslik. Nima desam ekan, o'zingizlar qo'linglar his qiladi, что bo'ldi, quridi, kelib aylantirib o'tirish shart emas. O'sha boshidagilar ancha qurib bo'ldi va bir-biriga yopish xususiyati o'sha yo'qolgan. Men bu oxiridagi nomiga mana bunday qilsam qo'limga ozgina yopishyapti. Mana shu xususiyati qotishi kerak. Bo'ldi.